Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Nurinvest jamoasi. Men ismim Umar. Nurinvest Trading Akademiyasida trading bo'yicha ekspertman. Biz navbatdagi strategiyamiz, yana o'tgan safargi strategiyamizni davomi bo'ladi. O'tgan safar bozor strukturasi bo'yicha ishlashlikni qisqa muddatda savdolarni ko'rib chiqqan edik va endi bugun uzoq muddatda, ya'ni uzoqroq muddatda ishlaydiganlar uchun bu strategiyani qanchalik effektivligini ko'rib chiqamiz. Agar sizga Signal kanal kerak bo'ladigan bo'lsa, Nurinvest Trading Akademiyasi ekspertlari tomonidan beriladigan Signal kanal mavjud. Bu Signal kanal orqali siz ekspertlarimiz tomonidan sotib ol degan signalda sotib olib, sot degan vaqtida sotib tursangiz, yaxshigina daromad ko'rishingiz mumkin. Agar sizga kursimiz va Signal kanalimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qilsangiz bo'ladi. Endi yana o'tgan safargidek Tesla kompaniyasida minimum va maksimum hamda trend yo'nalishini aniqlab olamiz. Bizda Tesla aksiyamizda hozir narxi $156 atrofida bo'lsa, bu holatdan nima qilamiz? Minimum va maksimum zonalarni aniqlab olamiz. Mana bu eng maksimumi, mana bu minimum. To'g'rimi? Mana bu maksimum, bu minimum hosil qilgan hamda bu yerda maksimum, bu yerda yana minimum hosil qilgan. Umumiy holatda trendimiz yo'nalishi bo'lsa, mana minimum, maksimum, minimum, maksimum, minimum. To'g'rimi? Bu holatda narximiz sog'lom tushuvchan trend bo'ladi. Tushuvchan trendligini yana bir bor takrorlab o'taman. Agar o'suvchan trend bo'lsa, maksimumlari yangilanib boradi. Maksimum, tepada yana maksimum bo'lib, mana bu holatga o'xshab, mana maksimum yangilanib boradi. Agar tushuvchan trendga o'zgarayotganini bilishimiz uchun mana bu minimum zonalarimiz, agar mana narx kelib shu oxirgi minimum zonamizni yangilab tushsa, endi lower low, yana bitta lower low va yana lower low hosil qiladi. Bu narximiz tushuvchan trend davom etayotganligini bildiradi. Yangi low tochkalarini hosil qilayotganligini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda narximiz sog'lom tushuvchan trendda. Biz savdoga kirishimiz uchun o'zidan avvalgi maksimum zonasini belgilab olamiz. Bu birinchi navbatda maksimum zonamiz bu zonamiz. Narximiz agar shu zonamizdan yorib o'tsa va pastga pullback bersa, savdoga kiramiz. Endi maksimum zonasini yorib o'tishini kutamiz. Narximiz harakatlantiramiz va bizda narximiz dalshi yana pastga qarab tushyapti. Kutamiz o'zidan avval maksimum hosil qilishini. Mana narximiz endi tepaga qarab yurishni boshladi. Va o'zidan avvalgi maksimum zonamizni yorib chiqdi. Endi trendimiz mana bu tushuvchan trendimiz o'suvchan trendga o'zgardi. Lekin o'suvchan trendga o'zgardi deb turib, shu yerda o'zida savdoga kirib qo'yadigan bo'lsak, biz xato qilgan bo'lamiz. Biz nimani kutishimiz kerak? Narximiz pastga qarab tushishini. Shunda pullback bo'lsa, keyin savdoga kirsak bo'ladi. Pullback bo'lishini bitta narsadan bilib olsak ham bo'ladi. Narx ancha yuqorilab ketdi va pastda gap qoldi. Mana shu gap zonaga biz savdo uchun entry point qidirsak bo'ladi. Narximiz yurgizamiz va bozor narximiz pastga qarab tushib, tepaga qarab reaksiya boshladi. Endi biz xuddi shu joydan savdoga kirsak ham bo'ladi yoki gapni kutsak ham bo'ladi. Endi trendimiz o'suvchan trendga o'zgargani uchun biz pullback kutdik, pullbackga keldi, biz savdoga kiramiz. Stop lossimizni gapni tagiga qo'yib qo'yadigan bo'lsak, biroz noto'g'ri bo'ladi. Chunki mana bu maksimum zonamizni yangilagandan keyin biroz pastga qarab tushishini kutishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun ozroq kutamiz, chunki bizda gap holati bor. Agar gap holatigacha tushadigan bo'lsa, biz mana bu yerda savdoga kirsak, gap holatdan ham pastga qarab tushadigan bo'lsa, biroz minusga kirib qolishimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun xatyabi mana bu urovingga keladigan bo'lsa ham, shu yerdan savdoga kirsak, idealniy kirish bo'ladi. Narxni yurgizamiz. Narximiz shu joyda o'zidan tepaga qarab reaksiya oldi va pastga qarab tushishni boshladi. Va hali gapimizni yopgani yo'q hozircha.
gapimizni yopgani yo'q. Mana bu holatdan endi qisman trend line tortib qo'ysak, tushadigan bo'lsa bu yerdan savdoga kiraveramiz. Agar tushmasdan trend lineimiz yorib o'tib ketib qoladigan bo'lsa, bu yerda ham savdoga kirsak bo'ladi. Chunki mana bu yerda tushuvchan trendimiz o'suvchan trendga o'zgardi. Mana minimum, maksimum kelyapti, o'zgardi, pullback bo'ldi. Endi xuddi shuni teskarisini kutishimiz mumkin bo'ladi. Endi tushuvchan trendimiz o'suvchan trendga o'zgarganini kutishimiz kerak bo'ladi. Ko'ramiz, gapini biroz yopib olgandan keyin entry point qilamiz. Gapimizni yopdi, shu joydan entry point qilamiz. Ya'ni savdoga kirsak bo'ladi. Bu yerdan buy qilamiz va stop lossimizni qo'ysak bo'ladi bu zonaga. Endi 55 ta emas, sizlar 55 ta emas, biroz kamroq aksiya olishlari mumkin. Endi bu uzoq muddatli bo'lgani uchun ko'proq aksiya, ko'proq risk qilinadi va ko'proq foydaga take profit qo'yiladi. O'zidan avvalgi mana bu maksimumga yoki bu maksimumga take profit qo'ysak bo'ladi yoki stop lossimizni o'zidan mana bu minimum zonaga yoki biroz pastroqqa tushirsak ham bo'lar ekan. Shu zona atrofiga agar stop qo'yadigan bo'lsak bo'ladi va take profitimizni misol mana bu maksimum $2000 ga take profit qo'yamiz yoki mana shu maksimumga take profit qo'ysak bo'ladi maksimum zonamizga chiqishiga. Albatta stop lossimiz trend lineimiz yorgandan keyin mana trend lineimiz yorib o'tdi. Stop lossimizni sirazi qisqartiramiz. Bu joyga $600 ga stop lossni qisqartirib qo'yamiz. Narximiz trend lineimiz yorib chiqib pullback zonada, ichki strukturada ham o'suvchan trendga o'zgardi. Bu holatimizda ko'rishimiz mumkin. Hali strategiya nima holatda, aktual holatda turibdi. Qani ko'ramiz, hozircha 600, 1200 dollar atrofida foydaga chiqdi. $891 atrofida foydadamiz hozir. Va agar hozir mana bu maksimum zonamizni yangilasa, stop lossimizni 0 ga ko'tarib qo'ysak bo'ladi. Maksimum zonamizni yangilashini kutamiz va maksimum zonamizni yangiladi. Stop lossimizni $100 gina foydaga ko'tarib qo'ysak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Kutamiz, take profitimiz ana take profitimizni urdi va narx yana dalshi tepaga qarab ko'tarilishni boshladi. Biz uzoq muddatda endi bu misol mana bu holatda biz savdoga kirgan bo'lsak 13 maydan 1-iyulgacha 13 maydan 1-iyulgacha orada 1,5 oy atrofida vaqt ketyapti. Bitta dona savdomiz take profit urishiga. Bu degani 1,5 oyda ichida 30,000 shotimizdan $1800 foyda, menimcha normal 30,000 emas, $15,000 atrofidan. $1800 atrofi foyda bo'lyapti bitta aksiyada struktura bo'yicha savdomizda. Endi bu holatda o'suvchan trend edi, kutsak bo'lmasmidi degan savol bo'lishi mumkin. Albatta kutsak bo'ladi, lekin misol 55 ta pozitsiya olgan bo'lsak, xatyabi 40 tasini yopib, 15 tasini kutib o'tirsak bo'ladi. Lekin afzali o'sha joyda o'zida foydaga qanoat qilib, foydada chiqishimiz bo'ladi. Endi kutamiz, aksiyamiz qanaqa yo'nalish oladi. Bizda hozir mana bu yerda juda ham keskin ko'tarilib ketdi. Biz bu holatda savdoga kirib qo'yishimiz noto'g'ri bo'ladi. Endi kutamiz, yana bizning aksiyamiz minimum zonalarimizga ketsa. Biz holatdan mana shu joydan struktura o'zgarishini kuzatsak bo'ladi. Qaranglar, mana o'suvchan trendimiz biz bu holatda oxirgi minimum zonamiz bo'ladigan bo'lsa, mana oxirgi minimum zonamiz bu bo'ladigan bo'lsa, minimum zonamiz yangiladi. Endi minimum zonamiz yangilagandan tepaga qarab atkat bo'ladigan bo'lsa, dalshi yana pastga qarab tushib berish ehtimoli bo'ladi. Bu struktura bo'yicha, hozir struktura bo'yicha qani analizimiz o'xshaydimi yo'qmi ko'rib chiqamiz. Va nima bo'ldi? Struktura bo'yicha minimum zonamiz yangilab pullback bo'ldi va shu holatda agar imtihonda bo'ladigan bo'lsa, mana shu holatda prop kompaniyalar imtihondan o'tayotganlar
imtihondan o'tish uchun sell pozitsiya ochsalaring ham bo'ladi, lekin real shotda bu narsani qilishimiz qat'iyan nojoiz hisoblanadi. Strukturamiz bo'yicha narximiz pastga qarab kelmoqda va analizni ko'rgan bo'lsalaring, mana boya aytdik, mana bu zonamizdan narx yorib tushdi, struktura sellga o'zgardi va tushuvchan trend shakllanyapti. Ko'rgan bo'lsangiz, yaxshigina atrobutga qilib berdi. Endi yana kutamiz. Biz savdoga kirishimiz uchun trendimiz yo'nalishi bizda oxirgi maksimum zonamiz bu zona bo'ladi. Endi bu zonaga ko'chdi. Minimum zonamiz yangilagani uchun bu zonaga ko'chdi. Agar mana bu minimum zonamiz yangilansa, maksimum zonamiz bu zonaga ko'chadi. Hozircha maksimum zonamiz yangilangani yo'q. Minimum zonamiz yangilanishini kutamiz. Yoki maksimum zonamiz yangilanadigan bo'lsa, o'suvchan trendga o'tgan bo'ladi va yaxshigina impuls olishimiz mumkin bo'ladi. Bu holatda maksimum zonamizni aksiya buzib o'ta olmadi. Resistance zonadan qaytmoqda va bizda maksimum zonamizni yangiladi. Umumiy holatda mana bu yerda ichki struktura sindi, lekin oxirgi minimum zonamiz maksimum zonamiz bu holatda qaranglar. Maksimum zonamiz yangilanishini kutganimizda bizda keyin trend o'zgaradi. Ichki strukturada mana bu yerda o'zgarishi mumkin. Ichki struktura bo'yicha kichkinaroq time frame'da ishlaydiganlar mana bu holatimizdan foyda qilsa bo'ladi. Mana bu holatda mana tushuvchan trendimiz o'zgardi, mana bu yerda o'suvchan trendga. Pullback'idan savdoga kirib biroz foyda olsa bo'ladi, lekin umumiy holatda kattaroq formatda ko'radigan bo'lsak, umumiy holatda hali ham tushuvchan trendimiz shakllanayotgan edi. Oxirgi maksimum zonamiz mana bu edi. Endi oxirgi maksimum zonamiz yangilab o'tdi, pastga pullback bo'ldi. Narximiz o'suvchan trendga o'zgardi. Endi shu holatdan bayga ideya qidirsak bo'ladi. Biroz pullback bo'lgandan bizda oxirgi minimum zonamizni belgilab qo'yamiz. Yangilashlikdan avval ichki struktura bo'yicha bu, lekin umumiy minimum zonamiz mana bu holatda bo'ladi. Agar mana bu ichki struktura bo'yicha mana bu zona agar minimum zonamiz agar yangilanib qolsa, bu yoqda yana tushish ehtimoli kuzatiladi. Narxni yurgizamiz. Narximiz qaranglar. Mana bu yerda oxirgi maksimum zonamizni yangilagandan keyin xuddi shu joyga pullback qilib biz bu yerdan savdoga kirishimizni unutibmiz. Shu yerdan savdoga kirishimiz kerak va stop loss bu yerga qo'ysak, bu zona atrofida o'sha take profitimizni olsak ham bo'lar edi. O'sha mana bu joyda riskimizga nisbatan 1 ga 2 yoki 1 ga 3 nisbatda o'sha foydani berdi. Va bu holatimizda qaranglar, o'suvchan trendimiz, mana bu holatda trendimiz oxirgi minimum zonamiz bunga ko'chgan edi. O'suvchan trendimiz tushuvchan trendga o'zgardi. Mana shu holatdan pro kompaniyadagilar sellga savdoga kirib qo'ysalar bo'ladi, ya'ni imtihondagilar, lekin buy savdo qilayotganlar, ya'ni real shotdagilar bu holatdan savdoga kirishimiz noto'g'ri bo'ladi. Endi narxni yurgizamiz. Narximiz yuryapti va bizda strukturamiz sell ketyapti. Mana sizga strukturani kuchi. Mana o'suvchan trendimiz bu holatda mana minimum, maksimumda yangiladi, to'g'rimi? Yangilab pastga pullback berdida, yana bitta minimum yangiladi. O'sha sog'lom tushuvchan trend. Ko'ryapsizmi? Trendni hali shakllanmasidan avval narx qaysi tomonga ketishini biz prognoz qilyapmiz va prognozimizni 10 tadan 8 tasi yoki 7 tasi yaxshigina o'xshayapti. Mana shu holatda siz ham savdoga kirib, shu holatda o'zidan daromad qilsangiz bo'ladi. Endi biz yana kutamiz tushuvchan trendimiz o'suvchan trendga o'zgarishini. Bizda hozircha tushuvchan trend shakllanmoqda. Mana bizda o'suvchan trend shakllandi. O'suvchan trend, ya'ni
umumiy strukturamiz bayga o'zgarib ketdi, lekin shu holatdan savdoga kirishimiz to'g'ri bo'ladimi? Bu holatdan savdoga kirishimiz noto'g'ri bo'ladi. Biz pullback kutishimiz kerak. Pullbackda shu impulsni mana bu yarmigacha ko'ramiz agar struktura sellga o'zgarib ketmasa. Bu holatdan savdoga kirsak to'g'ri bo'ladimi? Qaranglar, struktura bo'yicha iloji boricha mana bu holatda misol narx kelyapti, mana minimum bitta maksimum minimum hosil qildida yorib o'tdi mana bu maksimum, to'g'rimi? Maksimum yorib o'tganda bitta pullback kutib keyin savdoga kirishimiz kerak edi. Pullback bo'lmadi, tikka o'sib ketib qoldi. Bu holatdan endi savdoga kirsak, biz arzon narxdan olib qimmatdan sotgan bo'lmaymiz. Qimmatdan olib qo'ygan bo'lamiz. Yaxshigina minus qilishimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun bu holatda savdoga kirmaymiz. Bizda bitta pullback hosil bo'ldi va narximiz mana bu holatda, umumiy holatda mana shu pullbackdan keyin mana bu Fibonacci tortilsa ham, Fibonacci darsliklarini ham kelgusi darsliklarimizda qo'yib, undan professional tarzda foydalanishni ko'rib chiqamiz. Hozircha Fibonacci bilan emas, prosta struktura bilan ishlaganimiz uchun u darsga to'xtalmaymiz. Lekin umumiy holatda mana ko'rsalaring, maksimum, minimum, oxirgi maksimumni yangilab turib, bitta pullback bilan yana tepaga qarab kirib berdi. Bu holatdan savdoga kirishimiz biroz noto'g'ri bo'lardi. Mana bu yerdan ushlab olishimiz kerak edi, lekin bu holatdan ham struktura strategiyasi ishlab berdi. Endi kuzatamiz, narximiz уже $345 o'sib ketdi va bizda quyidagi holat juda balandlab ketdi narximiz. Endi narximiz struktura bo'yicha minimum zonamizni belgilab qo'yamiz. Agar minimum zonadan narx tushishni boshlasa, tushuvchan trendga o'zgarib ketadi. Belgilab qo'yamiz. Narx shakllanmoqda. Maksimum zonani yangiladi. Endi minimum tochkamiz bu atrofga ko'chdi. Endi narx shu bizda $470-480 atrofida. $480 atrofida savdoga kirishimiz xavfli va juda noto'g'ri bo'ladi. Endi bizda minimum zonamiz, oxirgi minimum zonani yorib tushib, bitta pullback bilan narx yana pastga qarab ketish ehtimoli bor. Chunki struktura bo'yicha nima bo'ldi? Sell ketdi. Struktura bo'yicha sell trend boshlandi. Umumiy holatda hozir pullback vaqti va bitta impuls kutamiz pastga. Va bizda o'sha kutgan impulsimiz bitta support zona va narximiz pastga qarab ketdi mana. Shu down trendga o'zgardi. Endi down trend vaqtidan savdoga kirishga harakat qilamiz. Down trend vaqti o'zgarib, up trendga o'zgargan vaqti. Narx bitta pastga pullback bo'lsa, savdoga kirishga harakat qilamiz. Pullback bo'lib, struktura o'zgarsa albatta. Bizda pullback bor va bizda oxirgi maksimum zonamiz mana bu holatda. Oxirgi maksimum zonamiz qachon yorib chiqsa, narx keyin savdoga kiramiz. Hozircha maksimum zonamizni yora olgani yo'q. Bizda maksimum zonamiz o'zgardi bu holatga. Oxirgi maksimum zonamiz bu zonaga ko'chdi. Agar shu zonamiz yorib chiqadigan bo'lsa, savdoga kirsak bo'ladi va bizda maksimum zonamiz bu holatga ko'chyapti. Chunki minimum, maksimum mana tushuvchan trendimiz mana minimum, maksimum kelyapti. Narx yorib o'tsa, narx xuddi shunday shakllanish ehtimolligi bor. Yo'q, hozircha yana narximiz dalshi pastga qarab tushmoqda. Endi bizda hozircha maksimum zonamizni yangilagani yo'q. Minimum zonamiz narximiz qaranglar tushdi. Mana bu agar ichki struktura bo'yicha mana bu zonamizni yangilasa ham, bitta maksimum, minimum bu minimumni yangiladi va agar maksimumni yangilasa pastga pullbackdan
savdoga ideya qarab ko'rsak bo'ladi va bizda maksimumimizni yangiladi, pastga tushishini kutamiz. Bizda maksimum zonamiz yangiladi. Narximiz hozircha tushdi. Shu zonamizga narx tushdi va shu joydan savdoga kiramiz va stop lossimizni pastki zonaga qo'yamiz va take profitimizni quyidagi zona atrofiga joylashtirsak bo'ladi. Ya'ni $2000 riskka $4000 take profit. Va bizda qaysi holat stop lossimizni birozgina stop lossimizni oldi va narx quyidagi holatda shakllandi. Ya'ni tushuvchan trend, mana bizda yana bitta trendimiz o'zgardi. Ya'ni tushuvchan trendimiz bu yerda tushuvchan trend hosil support zonamizga keldi. Bu yerda mana bu o'zidan avvalgi oxirgi minimum maksimum zonani yangiladi va pullback vaqti. Bitta pullbackdan biz savdoga kirib olsak bo'ladi. Kuzatamiz. Bizda strukturamiz buyga o'zgargan va zonamizga keldi va shu joydan savdoga kirishimiz bo'ladi va stop lossimizni pastga qo'yamiz va take profitimizni misol 1 ga 2 nisbatda $2000 take profitga $4000 $2000 riskka $4000 profit qo'yamiz. Va albatta sizlar bunchadan risk qilmaysizlar. Men endi 30.000 shot bilan savdo qilishni ko'rsatyapman. Hozir ko'rib chiqamiz qaysi holatda hozircha foydada turibdi. $2000 uje foydaga ham ko'tarildik. Strukturamiz bo'yicha o'suvchan trend. Agar maksimumimizni yangilasa stop lossimizni ko'tarib qo'yamiz. O'zidan avvalgi maksimumga, mana bu holatda maksimumga ko'tarib qo'ydik va take profitimizni urdi. Va take profitimizni urdi. Mana ko'rgan bo'lsanglar, bu yerda tushuvchan trendimiz mana bu holatda o'zidan avvalgi maksimumni yangilab o'suvchanga o'zgargani uchun savdoga kirdik va bizda take profit olindi. Menimcha hammaga tushunarli bo'ldi bu strategiyamiz. Minimum va maksimum zonalari bilan ishlab trend yo'nalishiga qarab savdoga kirish bu treyderning eng katta quroli bo'lishi kerak. Ya'ni trendga qarshi savdoga kirib qo'yish kerak emas. Ya'ni mana hozir narx o'sishni boshladi, o'sayotgan vaqtdan bo'ldi endi tushadi deb turib sell yoki narx tushishni boshlayapti. Mana bu holatda narx tushyapti, to'g'rimi? Mana bu yerda tushyapti, bu yerda tushyapti, bu yerda tushyapti. RSI ga qarab turib RSI 30 ga keldi, bo'ldi. Bo'ldi savdoga kiriladi, bo'ldi savdoga kiriladi emas. Bizda mana bunaqa chiroyligina strukturalar sinishidan savdoga kiradigan bo'lsak, take profitimiz urishlik ehtimoli baland. Endi sizlar bu demo shot bo'lgani uchun 30.000 shotda ko'rsatdim. Sizlar 2000 yoki $1000 har bitta savdoga risk qilmaysizlar. Uni qancha risk qilish kerak, qancha savdo bilan, qancha pul bilan savdoga kirish kerak, bu narsani ham kelasi darsliklarimizda kuzatib borsalaring, professional tarzda tushuntirib, sizlarga tushunarli bo'lib, professional tarzda qanday ishlashligida tushuntirib beramiz. Hozircha prosta 55 dona aksiya bilan oldi sotdi qilib ko'rdik 30.000 shotga moslab. Menimcha hammaga strategiya tushunarli bo'lgan bo'lsa, bundan xursandman. Agar tushunarli bo'lmagan bo'lsa, videoni qaytadan ko'rib, strategiyani yaxshi tushunib olib, savdolaringizda mana shu narsani rivojlantiradigan bo'lsangiz, siz ham mana bunday profitlar olishingiz ehtimoli baland bo'ladi. Hammaga rahmat. Bugungi mavzumiz shundan iborat edi. Kelgusi darsliklarimizda ko'rishguncha.